Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizni juda muhim, hatto shoshilinch xabar bilan ogohlantirmoqchiman. 2026 yilga borib pensiya tizimida shunday o'zgarishlar bo'ladiki, bu har birimizga ta'sir qiladi. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar yoki oilasida shu masalada tashvishlanayotganlar bo'lsa, bu shunchaki bir yangilik emas, bu sizni pensiya ta'minoti borasida yangi haqiqatlar oldiga qo'yadigan o'zgarishlardir. Bu ma'lumotlar hayotingizni tubdan o'zgartirishi mumkinligini inobatga olgan holda hozirdayoq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bu ma'lumotlar siz uchun har qachongidan ham muhimroq bo'ladi. Pensiya tizimi nafaqat keksalik davrida moddiy ta'minotni anglatadi, balki bu bizning mehnat faoliyatimizga berilgan qadriyat, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning muhim kafolati hisoblanadi. Uzoq yillar mehnat qilgan insonlar haqli ravishda munosib pensiya olishga umid qilishadi. Lekin ba'zida tizimdagi o'zgarishlar kutilmagan vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Aynan shunday bir kutilmagan vaziyat 2026 yilda yuz beradi va bu pensiya tizimida tub burilish yasaydi. Muammoning mohiyati shundaki, pensiya ta'minoti qoidalari sezilarli darajada o'zgaradi. Ilgari ko'pchilik insonlar uchun pensiyaning asosini mehnat staji tashkil etar edi. Ya'ni siz qancha uzoq ishlagan bo'lsangiz, shuncha yaxshi pensiya olishingizga ishonch bor edi. Albatta, ish haqi ham muhim edi. Ammo stajning ahamiyati nihoyatda yuqori edi. Masalan, ayrim hollarda agar sizning stajingiz to'liq bo'lsa-yu, ish haqingiz o'rtacha darajada bo'lsa ham munosib pensiya olishingiz mumkin edi. Ko'plab yoshdagi insonlar, ayniqsa eski avlod vakillari, ish stajing bo'lsa, hech qachon qashshoq bo'lmaysan degan tushuncha bilan yashaganlar. Bu shunchaki bir gap emas edi, balki tizimning ishlash tamoyili edi. Har bir davlat tashkilotida yoki yirik korxonada mehnat daftarchasini to'g'ri yuritishga, stajning uzluksiz bo'lishiga katta e'tibor berilar edi. Hatto ishdan bo'shatilish yoki boshqa ishga o'tishda ham bir kunlik uzilish bo'lmasligi uchun harakat qilishar edi. Endi esa vaziyat butunlay o'zgarmoqda. 2026 yildan boshlab pensiyani hisoblashda asosiy e'tibor mehnat stajiga emas, balki shaxsiy pensiya jamg'arma hisob varag'ingizga tushgan ijtimoiy ajratmalarning miqdori va muntazamligiga qaratiladi. Ya'ni hozirgi kunda pensiyaning asosiy kaliti sizning rasmiy ish joyingizdan qilingan ijtimoiy to'lovlar. Ya'ni pensiya badallaridir. Bu o'zgarishning sababi oddiy. Pensiya tizimining barqarorligini ta'minlash konvertda ish haqi oladigan, ya'ni norasmiy sektorda mehnat qilayotgan fuqarolarni rasmiy iqtisodiyotga jalb qilish va har bir fuqaroning kelajakdagi pensiyasiga shaxsiy mas'uliyatini oshirishdan iborat. Bu global tendensiya bo'lib, ko'plab rivojlangan mamlakatlar allaqachon shu yo'ldan bormoqda. Tizim shunchaki sen qancha uzoq ishlading deb emas, balki sen pensiya jamg'armasiga qancha pul to'lading degan savolga javob beradi. Bu tamoyilning joriy etilishi bilan oldingi tizimda mavjud bo'lgan ko'plab imtiyozlar va hisoblash usullari o'z dolzarbligini yo'qotadi yoki butunlay bekor bo'lishi mumkin. Siz endi shunchaki ishladim deb ayta olmaysiz. Siz pensiya jamg'armasiga hissa qo'shdim deb aytishingiz kerak bo'ladi. Keling, bu o'zgarishlarni chuqurroq tahlil qilaylik. Birinchi navbatda bilishingiz kerak bo'lgan asosiy narsa shundaki, endilikda har bir oylik ish haqingizdan olinadigan majburiy ijtimoiy ajratmalar sizning pensiya kapitalingizni tashkil qiladi. Bu pul to'g'ridan to'g'ri sizning shaxsiy pensiya hisobingizga yozilib boradi va pensiyaga chiqqaningizda aynan shu yig'ilgan kapitalga asosan pensiya miqdori hisoblab chiqiladi. Bu degani, kim qancha ko'p va muntazam ravishda ajratma qilsa, pensiyasi shuncha yuqori bo'ladi. Bu juda aniq va adolatli tizimga o'xshaydi, lekin bir qancha nozik jihatlari bor. Xo'sh, kimlar bu vaziyatdan xavotirlanishi kerak? Avvalo, norasmiy sektorda ishlayotganlar yoki umuman mehnat daftarchasida yozuv bo'lmagan holda konvertda ish haqi olganda xavotirga tushishlari lozim. Tasavvur qiling, Otabek aka yoshi 55 da. U Sovet davrida 2 yil rasmiy ravishda zavodda ishlagan, lekin so'nggi 15 yil davomida kichik bir yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanib, ishchilarni norasmiy ravishda yo'llagan va ularga naqd pulda maosh to'lagan. Otabek aka o'zining eski staji borligiga ishonib, pensiyaga yaqinlashayotganini uncha jiddiy qabul qilmasdi. U o'ylardiki, 20 yillik stajim bor-ku, bemalol pensiya olaman. Lekin yangi qoidalar joriy etilsa, uning so'nggi 11 yildagi norasmiy faoliyat pensiya hisob kitobida umuman hisobga olinmaydi. Uning pensiyasi faqat 20 yillik rasmiy staji va o'sha davrdagi ish haqi asosida hisoblanadi. Bu esa kutilganidan ancha past pensiya deganidir.
Agar Otabek aka oxirgi 25 yil ichida hech bo'lmaganda minimal ijtimoiy ajratmalar to'laganda edi, vaziyat butunlay boshqacha bo'lardi. Masalan, agarda u o'z tadbirkorlik faoliyatini rasmiylashtirib, o'ziga va ishchilariga har oyda 2 million so'm ish haqi hisoblab, shundan 2 baland miqdorida taxminiy raqam, ya'ni 2,10 so'mni pensiya jamg'armasiga o'tkazib borgan edi. 15 yil davomida Bixakson oy jami 3 million 200 ming so'm ijtimoiy badal to'plagan bo'lardi. Bu esa uning pensiyasini sezilarli darajada oshirgan bo'lar edi. Ikkinchi toifa xavotirlanishi kerak bo'lganlar xorijda ishlagan va O'zbekiston pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratma qilmagan fuqarolar. Masalan, Dilshod aka 20 yoshda. U 15 yildan beri Rossiyada qurilishda ishlaydi. Uning rasmiy mehnat daftarchasida faqat 5 yillik staj yozilgan. Bu ham O'zbekistonda. Rossiyada ishlagan davrida u hech qanday pensiya ajratmalarini O'zbekiston byudjetiga o'tkazmagan. Albatta, Rossiyada ishlagan davri uchun u yerda qonuniy pensiya huquqini qo'lga kiritishi mumkin, ammo bu O'zbekistonda uning pensiyasiga ta'sir qilmaydi. Agar u Rossiyadan qaytib O'zbekistonda pensiyaga chiqishni istasa, uning pensiyasi faqatgina O'zbekistondagi 5 yillik stajiga va shunga mos keladigan ajratmalarga asoslanadi. Bu Dilshod aka kabi 100 minglab mehnat migrantlari uchun jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Ularning Rossiyada yoki boshqa mamlakatlarda olgan ish haqi qancha yuqori bo'lmasin, O'zbekistonda pensiya olishda bu hisobga olinmaydi. Agar O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida pensiya sohasida kelishuvlar mavjud bo'lsa ham, bu jarayon murakkab va ko'p hujjatbozlikni talab qiladi. Shuningdek, O'zbekistonda hisoblanadigan pensiya miqdori mamlakatdagi o'rtacha ish haqi va pensiya tizimi asosida hisoblanadi. Chet eldagi yuqori daromadlarga qarab emas. Uchinchi toifa bu ayrim ijtimoiy guruhlar, masalan, yillar davomida uy bekasi bo'lib, rasmiy ish staji juda kam bo'lgan ayollar. Muborak opa 28 yoshda. U turmushga chiqqanidan so'ng 3 yildan ortiq uy bekasi bo'lgan. Faqatgina turmushidan oldin 5 yil rasmiy ravishda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning 3 farzandi bor va hozirgi qonunchilikka ko'ra har bir farzandga ma'lum bir muddat staj qo'shiladi. Ayollar uchun farzand parvarishlash davri pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Lekin yangi qoidalar bilan bu imtiyozlar qanday ko'rib chiqilishi noma'lum. Agar tizim butunlay individual ajratmalarga asoslansa, Muborak opaning pensiyasi minimal darajada bo'lishi mumkin. Chunki uning rasmiy ajratmalari juda kam bo'lgan. Uning 5 yillik o'qituvchilik staji uning butun hayoti davomidagi pensiyasining asosini tashkil qiladi. Agar davlat bu turdagi ijtimoiy guruhlar uchun maxsus subsidiyalar yoki kompensatsiyalar kiritmasa, ularning moddiy ahvoli keskin yomonlashishi mumkin. Hatto farzand parvarishi davri uchun ham ma'lum bir miqdorda shartli pensiya ajratmalarini davlat tomonidan amalga oshirish mexanizmlari joriy etilishi kerak bo'ladi. Aks holda bu adolatsizlikka olib kelishi mumkin. Kimlar bu o'zgarishlardan unchalik xavotirlanishi shart emas. Asosan umri davomida rasmiy va doimiy ish joylarida mehnat qilib, har oylik ish haqidan belgilangan ijtimoiy ajratmalarni muntazam to'lab kelgan fuqarolar. Ahmad aka 6000 yoshda. U yoshligidan beri davlat korxonasida muhandis bo'lib ishlaydi. Uning mehnat daftarchasi to'liq yuritilgan. Har bir oylik maoshidan pensiya jamg'armasiga o'tkazmalar doimiy amalga oshirilgan. Uning holatida yangi qoidalar unchalik katta o'zgarish keltirib chiqarmaydi. Chunki uning pensiyasi oldingi tizimda ham asosan ish haqi va ajratmalar asosida hisoblanar edi. Yangi tizim uning pensiyasini hisoblash usulini biroz o'zgartirishi mumkin. Lekin uning jamg'argan pensiya kapitali baribir mavjud bo'ladi va munosib pensiya olishga imkon beradi. Lekin shunda ham pensiya jamg'armasi hisob varagidagi ma'lumotlarni tekshirib turish, ya'ni har yil yoki har bir nechta yilda shu ma'lumotlarning to'g'riligini tasdiqlash juda muhimdir. Chunki ba'zida korxonalarning buxgalteriya xatolari yoki texnik nosozliklar tufayli ajratmalar to'g'ri aks etmasligi mumkin. Shuningdek, allaqachon pensiyada bo'lgan fuqarolar ham yangi qoidalardan unchalik xavotirlanishmasa bo'ladi. Chunki ularning pensiyasi allaqachon tayinlangan va ular uchun maxsus indeksatsiya qoidalari amalda bo'ladi. Biroq bu har yil pensiyalarni indeksatsiya qilish usullari ham o'zgarishi mumkinligini inkor etmaydi. Misol uchun inflyatsiya darajasi yoki o'rtacha ish haqi o'sishiga bog'liq bo'lmagan. Balki pensiya fondining umumiy barqarorligiga qarab indeksatsiya qilish tartibi joriy etilishi mumkin. Bu esa pensiyada bo'lgan insonlarning real daromadlariga bilvosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Endi esa istisno holatlar. Nozik jihatlar
va ko'pchilik bilmaydigan nuanslar haqida gaplashamiz. Birinchidan, maxsus toifadagi fuqarolar, masalan, harbiy xizmatchilar, xavfli va og'ir sharoitlarda ishlaydiganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar. Ularning pensiya ta'minoti qanday o'zgaradi? Ko'pchilik hollarda bunday toifalar uchun maxsus imtiyozlar va qoidalar saqlanib qoladi. Chunki ularning mehnat faoliyati yoki hayot tarzi o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, harbiy xizmatchilar uchun pensiya tizimi ko'pincha umumiy fuqarolik pensiya tizimidan farq qiladi va ular uchun xizmat yillari uchun pensiya ta'minoti qoidalari alohida tartibga solinadi. Xavfli sharoitlarda ishlaganlar uchun esa ma'lum muddatdan oldin pensiyaga chiqish imkoniyati va yuqoriroq pensiya koeffitsientlari saqlanib qolishi mumkin. Ammo shunda ham ularning pensiyasini hisoblashda individual ajratmalar asosiy omilga aylanish ehtimoli yuqori. Ya'ni imtiyozlar saqlanib qolsa-da, hisoblash mexanizmi yangi qoidalarga moslashishi mumkin. Har bir holatda pensiya fondi bilan aniqlik kiritish muhim. Ikkinchidan, jamg'arib bo'riladigan pensiya tizimi bilan yangi qoidalar qanday integratsiyalanadi? Hozirda mavjud bo'lgan jamg'arib bo'riladigan pensiya tizimi majburiy va ixtiyoriy badallarni o'z ichiga oladi. Yangi tizimda bu fondlar o'rni yanada kuchayishi mumkin. Agar siz jamg'arib bo'riladigan pensiya hisobvaragingizga doimiy ravishda mablag' o'tkazib borgan bo'lsangiz, bu sizning kelajakdagi pensiyangizni yanada mustahkamlashga yordam beradi. Yangi qoidalar bilan bu jamg'armalar asosiy pensiya kapitalingizning ajralmas qismiga aylanishi va umumiy pensiya miqdorini hisoblashda yanada ko'proq ahamiyat kasb etishi mumkin. Ya'ni faqatgina majburiy ajratmalar emas, balki ixtiyoriy ravishda jamg'arib bo'riladigan pensiya hisobingizga kiritilgan mablag'lar ham sizning pensiya daromadingizni sezilarli darajada oshiradi. Uchinchidan, pensiyaga bog'liq ijtimoiy imtiyozlarda o'zgarishlar bo'ladimi? Masalan, kommunal to'lovlardagi chegirmalar, tibbiy xizmatlardagi imtiyozlar. Pensiya tizimining o'zgarishi bevosita bu imtiyozlarga ta'sir qilmaydi. Chunki ular alohida ijtimoiy himoya dasturlari doirasida taqdim etiladi. Biroq, agar sizning pensiya miqdoringiz kutilgandan ancha past bo'lib chiqsa, bu sizning umumiy moddiy ahvolingizga ta'sir qiladi va bu imtiyozlarning ahamiyati yanada ortadi. Shu sababli pensiya tizimidagi har qanday o'zgarishlar bilan bir qatorda ijtimoiy yordam tizimi ham qayta ko'rib chiqilishi kerak. To'rtinchidan, katta badallar katta pensiyaga olib keladi degan tamoyil har doim ham to'g'rimi? Nazariy jihatdan ha, lekin amalda bu yerda ham nozik jihatlar bor. Masalan, pensiyaning eng yuqori chegarasi, maksimal pensiya belgilangan bo'lishi mumkin. Agar siz juda yuqori ish haqi olgan bo'lsangiz va belgilangan maksimal badallarni to'lagan bo'lsangiz ham pensiyangiz baribir belgilangan chegaradan oshmasligi mumkin. Shuningdek, minimal pensiya miqdori ham o'zgarishi mumkin. Yangi qoidalar joriy etilganda, ayniqsa kam ajratma qilganlar uchun minimal pensiyani ta'minlash mexanizmlari qanday ishlashi juda muhim. Agar minimal pensiya miqdori yetarlicha yuqori bo'lmasa, pensiyaning ijtimoiy adolatlik tamoyiliga putur yetkazadi. Beshinchidan, ayollar uchun bolalarni parvarishlash davri yoki nogiron oila a'zosiga g'amxo'rlik qilish davri pensiya stajiga qanday hisoblanadi? Ilgari bu davrlar ma'lum shartlar asosida stajga qo'shilar edi. Yangi tizimda esa bu davrlar uchun shartli badallar davlat tomonidan to'lanishi yoki ularni hisoblashda alohida koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Bu juda muhim nuans. Chunki aksariyat ayollar hayotida bunday davrlar mavjud bo'ladi va ularni hisobga olmaslik ayollar pensiyasini sezilarli darajada kamaytirib yuborishi mumkin. Bu masalada davlatning ijtimoiy siyosati ayniqsa adolatli bo'lishi kerak. 6-dan, agar siz pensiya yoshiga juda yaqin bo'lsangiz va o'zgarishlar aynan sizning pensiyaga chiqishingiz arafasida ro'y bersa-chi, masalan, 2025 yilda 59 yoshda bo'lgan fuqaro 2026 yilda pensiyaga chiqishni rejalashtirgan. Uning pensiyasi eski qoidalar bo'yicha hisoblanadimi yoki yangi qoidalar bo'yichami? Bu o'tish davri mexanizmlari juda muhim. Odatda bunday hollarda bobolar qoidasi qo'llaniladi. Ya'ni agar o'zgarishlar fuqaroning manfaatlariga ziyon yetkazsa, u eski qoidalar bo'yicha pensiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Ammo bu qoida davlat tomonidan rasman tasdiqlanishi shart. Aks holda kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli o'tish davri uchun aniq va shaffof mexanizmlar ishlab chiqilishi juda muhimdir. Xo'sh, bu holatda siz nima qilishingiz kerak? Qanday amaliy qadamlar tashlashingiz lozim? Birinchi va eng muhim qadam bu sizning shaxsiy pensiya jamg'arma hisoblaringiz holatini tekshirish.
ko'pgina mamlakatlarda bu ma'lumotlarni internet orqali, masalan, davlat xizmatlari markazlarining portallari orqali yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish orqali olish mumkin. O'zbekistonda ham xuddi shunday tizim mavjud. Siz o'z identifikatsiya raqamingiz, shahar orqali yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan yoki pensiya jamg'armasining saytidan o'z shaxsiy pensiya hisobvaraqingiz bo'yicha ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Ushbu hujjatda sizning ish joylaringiz, ishlagan davrlaringiz va eng muhimi, har oyda sizning nomingizdan pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan badallar miqdori aks etadi. Bu xuddi bankdagi hisobvaraqning ko'chirmasi kabi bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, olingan ma'lumotlarni o'zingizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan solishtiring. Agar qandaydir nomuvofiqliklar, bo'shliqlar yoki xatoliklar aniqlansa, darhol choralab ko'rish lozim. Masalan, agar mehnat daftarchangizda biror korxonadagi stajingiz ko'rsatilgan bo'lsa-yu, pensiya hisobvaraqingizda o'sha davr uchun badallar yo'q bo'lsa, bu jiddiy muammo. Bu degani, ish beruvchi sizning nomingizdan badallarni to'lamagan yoki to'lagan bo'lsa ham, ular to'g'ri aks etmagan. Bunday holda siz avvalgi ish beruvchingiz bilan bog'lanishingiz, buxgalteriya hujjatlarini tekshirishingiz kerak bo'ladi. Agar ish beruvchi korxona allaqachon tugatilgan bo'lsa, bu vaziyatni hal qilish ancha qiyinlashadi. Chunki arxivlar orqali hujjatlarni topish va tasdiqlash uzoq va murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu ishni hozirdan 2026 yilga qolmasdan boshlash juda muhimdir. Uchinchi qadam. Agar siz norasmiy sektorda ishlagan bo'lsangiz yoki hozirda ham norasmiy ravishda ishlayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan o'z faoliyatingizni rasmiylashtirish choralarini ko'ring. Hatto minimal darajada bo'lsa ham pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy badallar to'lash imkoniyatini ko'rib chiqing. Ko'plab mamlakatlarda o'z-o'zini band qilgan shaxslar yoki norasmiy sektorda ishlaydigan shaxs uchun ixtiyoriy pensiya badallari to'lash mexanizmi joriy qilingan. Bu mexanizm sizga kelajakdagi pensiyangizni ta'minlashga imkon beradi. Pensiya fondining hududiy bo'limlariga murojaat qilib, ushbu imkoniyatlar haqida batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Masalan, agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, har oyda belgilangan miqdorda ijtimoiy soliq pensiya badali to'lashingiz kerak. Bu to'lovlar sizning kelajakdagi pensiya kapitalingizni shakllantiradi. 4-qadam, pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashing. Vaziyatni tushunish uchun ularga qanday savollar berishingizni oldindan tayyorlab boring. Masalan, birin, mening hozirgi pensiya kapitalim qancha va u qanday shakllangan ekan? Agar men 2026 yilgacha bo'lgan qolgan muddatda minimal badallar to'lasam, pensiyam qanday bo'ladi? 3. Agar men yuqoriroq badallar to'lasam, pensiyam qanchaga oshadi? Mening mehnat stajimdagi bo'shliqlar qanday o'rni qoplanishi mumkin? 5. Farzand parvarishlash davri yoki nogironlik bo'lgan oila a'zosiga qarab turgan davrim uchun qanday pensiya imtiyozlari mavjud bo'ladi? Bu kabi savollar sizga aniqroq yo'l xaritasini tuzishga yordam beradi. 5-qadam, pensiyaga chiqish uchun kerak bo'ladigan barcha hujjatlaringizni oldindan tayyorlab boring. Mehnat daftarchasi, tug'ilish to'g'risidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, ayollar uchun familiya o'zgarganda, diplomlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari va boshqalar. Barcha hujjatlar to'liq va tartibli bo'lishi juda muhim. Chunki pensiyaga chiqqanda har bir hujjatning to'g'riligi va mavjudligi muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir hujjatning asl nusxasi va notarial tasdiqlangan nusxasi talab qilinishi mumkin. Agar biron bir hujjat yo'qolgan bo'lsa, uni tiklash uchun anchagina vaqt va resurs sarflanishi mumkin. Shuning uchun hozirdanoq ushbu hujjatlarni tartibga solishga kirishing. Aziz do'stlar, pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar shunchaki bir qog'ozdagi qoidalar emas. Bu har birimizning kelajakdagi farovonligimiz, keksalik davrimizning moddiy barqarorligi bilan bog'liq juda muhim masala. 2026 yilga borib bizni faqt oldiga qo'yishlariga yo'l qo'ymaslik uchun bugundan boshlab harakat qilishimiz. O'zimizning pensiya ta'minotimizga mas'uliyat bilan yondashishimiz kerak. Bu video sizga shu muhim qadamlarni tashlashda yordam beradi degan umiddaman. O'z fikringizni va bu o'zgarishlar haqidagi tushunchalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalga obuna bo'ling. Toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormaysiz. Kelajak uchun hozirdan qayg'uraylik.